Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdullah Qarqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Podshohxonning qaytib kelgandan keyin zulmga qarshi turish uchun yangicha planlarni tuzgan yeriga kelib to'xtagaydik. Endi davomini o'qiymiz. Bu ikki xil tashviqotning ichida keyingisining unumi haqiqatan zo'r bo'lgan edi. O'quvchilar mayli ular yoshda kichik yoki cho'ng bo'lsin, o'zligidan harakatga kelib, o'z oldiga nurg'un kichik tashkilotlarni qurishdi. Tashkilotining badal pulini yig'ishdi. Maktablarning tomlariga turli tashviqot varaqlarini chopladi. Saqchi tarafdan nurg'un o'quvchilarni tutqun qilib, ko'pinchisini maktabdan qo'g'ladi. Maktabdan ayrilganlar yana birlashib, Rus hokimiyatiga qarshi faoliyatlarini to'xtatmadi. Bu xil ozodlik harakatida qizlarning roli bek cho'ng bo'ldi. Moskva xalq universitetida o'qiydigan Xolida ismli bir qiz o'quvchi o'zining o'qishini tashlab Ostonaga qaytib kelib, yagona holda o'lim elchisi taxallusi bilan o'z oldiga nurg'un tashviqot varaqi tarqatdi. Hatto Iroq viloyat nahiyalariga berib, shu yerdagi haddidan eshib ketgan Rus va Turkman amaldorlarini o'ldirib tashladi. Gizitlarning baş stoni o'lim elchisining tutuş buyrug'i bilan to'ldi. Tam-tamlarga uning surati chaplandi. Uni tutib berguvchilarga yoki xabarini qilguvchilarga berilgan mukofot ilgirki Vladimirnikidanmi eshib ketdi. Xalq ichida bu qiz to'g'risida turli afsona rivoyatlar tarqalishga boshladi. Ruslar qaytadan çarlıg'uchi askarlarni ko'paytib, Turklar ittifoqiga bo'lgan hoşyarligini o'stirdi. Ilgari Ostona ko'chasida 20 dan 30 ga qadar qurolliq askar sapga tizilib piyoda holda kunda 2 vaqt ko'cha-ko'ylarni aylanatdi. Amdilikda bo'lsa 7-8 harbiy mashina har biriga 40-50 ning qurolliq askarlarni silib, ko'cha-ko'ylarni kunda 3 qitim aylanadigan bo'ldi. Bu çarlıg'uchi mashinalar yo'lda manganda yo'ldagi har qanday odam yoki harva uloqlar cho'qim yo'lning chetiga chiqib, ular ketguncha jim turib ularga yo'l berishi kerak edi. Bir qitim 7 yoshlik bir kichik bola bilmasdan yerdan bir tal qo'noq madigini ilib askarlarning mashinasiga atgan edi. Mashinadagi rus askarlar bu kichik bolaga o'q chiqarib naq maydonda uni etib tashladi. Zulm, tengsizlik bargan sari avj oldi. Alem tunurdek ısıgan bir kuni Ostona ko'chasining shimol tarafidagi qarg'ayliq bir yo'lda o'xshash kiyim kiygan, kiyimining keyniga Rus yezig'ida tozliq ishchisi deb xat besilgan bir qancha odam Rossiyada ishlangan kichik tipdagi o't o'chirish mashinasidan 7ni yo'lning girvikiga to'xtatib qo'yib, yo'lning ikki chetidagi qarg'ay daraxtlariga bisim bilan suv chechib, ularni yuyib atdi. Qiziq yeri, bu mashinalarning shofiri yo'l yoqasidagi zinnat daraxtlariga o'zi chiqib suv chechivyotdi. Mashinada boshqa xizmatchi yo'q edi. Uning ustiga ularning chash posoni g'alita bo'lib, chiroydan turkman yoki rusligini bilgilimi bo'lmaydi. Shu chaqda qator tizilgan 8 dona chorlig'uchi harbiy mashina hayvat bilan noit asta minib keldi. Tozliqchi mashinalarmi qarg'aylarga suv purkishni to'xtatib, askar mashinalarining o'tib ketishini kutib turdi. Lekin çarlıg'uchi mashina tozliqchi mashinalarning yeniga kelib to'xtab qoldi. Chunki oldi tarafda Moskva shahrining mashina nomeridagi cho'ng tiplik bir yuk mashinasi yo'lning o'rtasida singayan to'xtab qolgan bo'lib, çarlıg'uchi harbiy mashinalar yo'lning qolgan bo'sh yerda patmaydi. Oldidagi harbiy mashinadan achchiqi yomon bir askar tushib yuk mashinasining ichiga qardi. Mashinada shofir ko'rinmaydi. U bir nimalarni deb qo'rungshib mashinani o't oldirib yonga tatmoqchi bo'ldi. Mashina o't olmadi. Angacha shahar tozliqchilarining suv purkaydigan mashinasi guruldab o't ilib qo'ng'izda qimirlashga boshlab, chorlig'uchi harbiy mashinalar bilan ro'baro udulishib tayyor bo'ldi. Bir pushtak chilinganda qilibdi, heliqi tozliqchilarning kichik tipdagi o't o'chirish mashinasidagi suv purkaydigan 2 metrcha uzunlikdagi temir turbidan benzin purkilib chiqib, udul chalg'uchi harbiy mashinalarning ustiga chechilishga boshladi. Sekund ichida bu benzinning o'rnini o't yolqini egallab 10-20 metr nerisida o't purkilishga boshladi. Ko'zni yumib ochguncha birla vaqtda 8 harbiy mashinaning ustidagi askarlarning hammasiga tang quyuq o't tutishib ketdi. Qiyachiya boshini butun badiga o't tutishib ketgan askarlarning bir qismi mashinadan sakrab baqdi. Nechqada mangmayla yerda pomidilib kavob bo'lib ketgan chala o'lik askarlarning badaniga quyuq benzin ustilab chechilaverdi. Harbiy mashinalar bilan Rus askarlar o'tqa tushgan rezink oyoqdek po'qrab kuyishga boshladi.
Aslida Podshohxon Moskvaga berib, bu kichik tipdagi o't o'chirish mashinasi bilan yuk mashinasini setib olib, o't o'chirish mashinasiga ozroq o'zgartish kirgizgan edi. Ya'ni suv to'ngini ikkiga ayirib, yerimiga suv, yerimiga benzin qachilab, benzin purkaydigan turbini uzun tumirda yasatqizish orqali o'tning to'nga va o't chachquchning o'ziga tutishib ketish xatarining oldini olgan edi. Bundaq kuchlik besim bilan chechilgan benzinga o't yaqqanda, o't aldirab benzin chechilgan manbaga tutishmaydi. Chechilgan benzinning miqdori bek ko'p bo'lg'achqa, bu xil o't purkalganligi har qanday narsa shu hamon kuyib kul bo'lib ketadi. Minutga barmagan vaqt ichida 8 mashinadagi tayyorliqsiz turgan 400 dan ortiq rus askari kuyib kul bo'lib ketdi. Hiliqi yük mashinasındaki Rus askar bu karametni ko'rib, mashinani aldirab tushib qaçdı. Lekin bu tamaşani ko'rib turgan kishilar to'pi orasidan oppoq saqqal bir bovay hassisi bilan kuchining boricha qechayotgan askarni putladi. Askar ishki dumulunib, yana o'rnidan turishqa tamshilibdi. Yondagi fananing yinda turgan xom semiz qassob go'sht parchalaydigan kichik paltini ko'tarib yugurib kelib, "Allohu akbar" deb to'lg'unicha qochqun askarning beshini tinidan judo qildi. Haydut degucha yetta tozliqchi shahrining sharq tarafiga qechib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mashina benzin to'liq tugamagan o't o'chirish mashinalari orqa-orqadan gumburlab portildi. Orqadan harbiy charlash mashinalarining bir qismi portlashga boshladi. Atrofda turgan xalq bu yetta yigitning boturligiga opirin o'qishdi. Podshohxon qatoriq 7 tozliqchi shu yugurgunicha shaharning sirtidagi hiliqi kona qumdonliqqa berib demini oldi. Beshidagi yolg'on kayma chashni ilib tashlab, oldin ola tayyorlab olgan kiyimlarni kiyib, usti beshini o'ngshib olgandan keyin yolg'on chash bilan tozliq ishchilik kiyimlarini ko'ydirib tashlab, darhol zavodga yo'l oldi. Әдісі бүтін Astana, бүтін Türkmenistan, бүтін Sovet İttifaqı zilziliga keldi. Tarixdagi eng zo'r axtirish, eng zo'r tutqun qilish harakati boshlanib ketdi. Shunda qilib Moskvaning Türkmenistonga tutgan pozitsiyasi texmi yomonga o'zgardi. Askeri kuchlar yanada kuchaytirildi. Saqchi doiralari bütün kuchini bu qitimqi voqeaga qaratgan bo'lsa-mu, hiliqi qassobni qatl qilishdan boshqa hech qanday yangi natijaga erisha olmadi. Podshohxon o'lkalik saqchi nazoratining Rus amaldorini o'z cho'ntikiga silib ulgurgan edi. Saqchi nazoratining nozirdek cho'ng amaldori Podshohxonning ziqcha oltinlarini deb uningga yaqinchilik qilib yurgan yerda boshqalar uning zavodiga qarashqimi petin olmaydi. Albatta, Turklar ittifoqining bu qitimqi harakatimi nihoyatda g'albalik bo'ldi. Endi ular ikkinchi qitimli harakatga tayyorlik qilayotganda Podshohxonni mundaq bir ish o'ziga jilib qilib oldi. Yoz chiqib kuz kirish oldida Turkmanistonning ma'lum bir tog'liq yezasida bir xil vabo kasalining yana xolera kasali bilan og'rigan bir qancha kasalning bayqalganligi gazetlarda xabar qilindi. Sahiya tarmoqlari keng xalq omasiga bu xil kasalning oldini olish bilimlarini zo'r ko'lamda tashviq qildi. Chunki xolera bir xil jiddiy xarakterli yuqumli kasal bo'lib, bu xil vabo bilan yuqumlanuvchilarning boshda ishchi surib cho'ng tartib gurish yug'an sudek oq keladi. Ondan necha soatga qolmay suvsizlanib o'lib ketadi. Bu kasal eg'izdan yo'qolgan bo'lib, tarkibida mush xil bakteriya bo'lgan ichimlik sularni ichish, bu xil bakteriya bo'lgan yemeklarni yeyish orqali yo'qotdi. Xolera bakteriyasi bu xil kasal bilan og'rig'uchining cho'ng tarti orqali sey ko'ktatlarga yoki ichimlik sularga tarqalib necha kundan necha haftagacha tirik yashayoladi. Bu davrdagi Sovet ittifoqining sahiya ishlari xil taraqqiy qilgan bo'lib, bu xil vaboning oldini olishga tamoman qurbati yetadi. Podshohxon bu xil vaboning o'z zaminida paydo bo'lganligini anglab, o'zining planini o'zgartdi-da, darhol kasal chiqqan tog'liq kentga qarab yo'l oldi. O tağlıq kənitinin doktorxanasına yetib barğandan keyin özünün Astanadakı kasallikni oldini olish tarmog'idan kelganligini aytib, bu kasal bilan og'rigan bemorning cho'ng taritini bir shishiga qachilab, kechilab Astanaga qaytib keldi. U kitobda ko'rgani bo'yicha cho'ng bir dosh qozonga go'sht silib sho'rpasi chiqqandan keyin go'shtni suzib elibatdi. Sho'rpa sovigandan keyin uning ustiga necha chilak kala sütü qo'yib, xom tuxumdan necha yuzini chiqib, hammasini toza elashtirgandan keyin yiliqi vabo bilan og'rigan kasalning shishiga qachilangan cho'ng taritini dosh qozondagi aralashmaga to'kdi. Ondan yigitlar bilan dosh qozonni qorong'u so'q uyga yo'tkab, tovuqini mahkam yepib, bir kecha kunduz qo'yib qo'ydi. Shunda qilib bir shisha xolera bakteriyasi ko'payib, bir dosh qozon xolera bakteriyasiga aylandi. Navoda bu bir dosh qozon bakteriyani
Töpi Astana şəhərinin içimlik su mənbəyiga töküldigan bolsa, bütün şəhər xalqının bu xil vaba bilan yuqumlanışını keltirib chiqaratdi. Aqibati bekmi echinishliq bo'ladi. Əməliyyatda Türklər İttifaqının məqsədi Türkmenistan zəminindəki hərbi güclərə qartılğan bolğaşqa, Paşaxan Hərbiylər lagerini səy köktat bilan təminləydigan dehqançılıq bazasının Rus xo'jayini bilan oldin tunishib yaqin birodarlardan bo'lib qolgan edi. Bu Rus xo'jayinimi Paşaxonning seriq chechi bilan mukammal rus talaffuziga qarab, uni Rus yigiti deb qaraydi. Bir kuni saharda iliq dosh qozondagi sho'rpaga chilinib tayyor bo'lgan 2 mashina yuqori sifatlik tarxamak dehqonchilik maydonining oldida to'xtab Rus xo'jayiniga o'tkazib berildi. Birodar, men degandek o'rab qochildingizmi? Dedi dehqonchilik maydonining xo'jayini bu arzon setib olgan tarxamaklarga qarab xo'shal bo'lgan holda. Xotirjam bo'ling, siz topilgandimi bekroq yuyib tozaldim. Aytqiningiz bo'yicha dezinfeksiya suyuqligiga chilidim. Hargiz chataq chiqmaydi, dedi Rus yigit ishonch bilan. Yaxshi bo'pti, harbiylarning yebaklik tozliq o'lchimi nihoyat qattiq tanga. Bir qitim chataq chiqib qolsa, hammamizning ishi suvga chilishidi. Ma'qul amsa, pulini kelar oyda ilivling bo'lamdi. Puli chataq yo'q. Bundan keyin menga 100 bersingizlar bo'ldi, xo'jayin. Maxfiyatlikni qattiq saqlang. Bu ko'ktatlarni harbiy gazarmadagilar mening maydonimdan chiqdi deb qaraydi. Navoda bu ishlar teshiga chiqib qolsa, har ikkilimizning oxirgi umri turmada o'tadi-jumu. Ular shunda qilib xo'shlashdi. Maydon xo'jayini arzon ilib qimmat sotadigan bu savdodan xo'shal bo'lib, tarximaklarni ombiriga yo'tkashga boshildi. Paşaxon zavodga yetib borguncha qoldi yigitlar jiddiy yangi xizmat mashg'ulotiga tushib bo'lgan edi. Ular bemorlarga asma qilinib silinadigan shishilik suyuqlikdan necha ming dona suyuqlikni hukumat ilkidagi dora sotilgan tarmoqlardan setib olib, har bir shisha suyuqlikning ichiga ishpiris bilan bir xil zaharlik suyuqlik dora mangdiryotdi. Bu xil suyuqlik dora inglizcha resin deb atiladigan bo'lib, Türkmençe Abdümelik Aksili depmi atılatdı. Adette Abdümelik urug'idan may tartqanda, onun qalğan qaltuq güncirisi bu xil zəhərlik madda resin 5%ni egallaydi. Münasibetlik texniklar bunu pishiqlab ishlash orqali sap bo'lgan Abdümelik zahiri resinga erishadi. Bu xil zəhərdən 2 milligram odamning qiniga o'tib ketsa, necha soatdan keyin odam badani qizishib ketadi. Ondan odamni tarbisib nafas ilish qiyinlashadi. Ondan odamning o'pkisi og'ir darajada suluq ishib, qon besimi tushib ketadi-da o'lib ketadi. Sovet ittifoqi bexatarlik komiteti, ya'ni josuslik organi bo'lgan KGB har xil qaslab o'ltirishlarda ko'pincha mush xil kuchlik zaharlik doridan ishlatadi. Bu qatim Paşaxon nurg'un pul xashlash orqali Moskvaga berib, bu xil dora Abdümelik zahirini ko'plab qo'lga tushirdi. Bu dora asli parashoksimon bo'lib, Paşaxonlar bu dorini suda eritgandan keyin ishpiris orqali davolashga ishlatilgan suyuqlik shishining pechatlangan eg'izdan jingna orqali har bir shishiga 3-4 milligramdan mangdirayotgan edi. Astana Türkmenistan өлkəsinin mərkəzi bo'lğaşqa, bu yerdagi harbiy gazarmada shaharning amonligini saqlash shundaqla zapas qism sifatida 4-5 ming rus askari qilg'ili ish yo'q bekor yetib samirib ketgan edi. Bu qatim Moskva Türkmenistondagi davlat bayramliq tabriklashni nihoyat dag'dug'iliq o'tkazib, ishg'oliyat ostidagi turkmanlarga o'zining texi mavjudligini bildirmoqchi edi. 11-ayning 7-kuni Sovet ittifoqining davlat bayrami kuni edi. Bu kuni Türkmenistanning Astana shahridagi bosh harbiy gazarmasida o'tkazilgan davlat bayramini tabriklash murosimi nihoyat katta o'tkazildi. Keşlik ziyofatda üstel zakuskalar ichida hiliqi xolera bemorining gandisiga chilangan tarxamakmu xomsay sifatida to'rdan o'rin olgan edi. Әдісі бірла вақытта 2 мыңдан артық Rus әскери xolera bilan yuqumlandi. Bu Sovet tarixidagi aqlga sig'maydigan bir voqea bo'lib, Moskva zodi nim bo'lganligini bilolmay og'zini tutib hanviqib qoldi. Hərbiy doktorxanalar, xalq doktorxanalari yetishmay, hatto boshlang'ich o'rta maktablarmi doktorxanalarga o'zgartirildi. Vabaning sirtqa tarqalishining oldini olish bilan birga askarlarning o'lim nisbatini zo'r darajada tuvallitildi. Lekin 2 kundan keyin butun xolera bilan yuqumlangan kasal 3000 dan eshib, bu kasal bilan o'lgani 300 dan eshib ketdi. 4-kunlik barganda Paşaxonning zavodida maxfiy yasalgan suyuqliklar turli usullar bilan yashik-yashiklab xolerani davolash nuqtalariga zo'r ko'lamda kirishga boshildi. Әдісlar o'lgan Rus askari 2000 dan oshdi. Uning әдisi yana o'ldi.
Moskva gerçi saxta suyuqluq şişisidagi dehşetli qatil Abdumalik zehirni bayqagan bolsumu, angacha necha yüzügen hərbiy əməldarlarning beshi kesilib, Xruşyovning taxtdan tushishi, tezlashdan boshqa ish bo'lmadi. Türkmenler ittifoqi orqadala bu qitimqi dehşetli qirg'inga mas'ul bo'lganligini jakarladi. Ruslar yana bir qitim xalqni qaytadan tutqun qilib, sual so'roq harakatini boshlavatdi. Turkmeniston xalqi tayoq to'qmoq, ahu zarning ichida qoldi. Eğri uyqudagi sonsizligan xalq yana bir qitim tayoq zarbisidan ko'zini uvlab uyg'onishga boshladi. Soğuq qish yetib keldi. Şəhər sirtidagi qabristonlik oppoq qar ichida to'liq go'zal bo'lib ketgan edi. Podshohxonning yiqimli qiroati Bo'yi Maryam xonimning qabrisidan halqib butun mozorlikning jimjitligiga husn qatgan edi. Chanqigan tashna yuraklarga zamzam kabi rohat beradigan So'ri Yasinning mungli qiroatini yangi ko'tarilgan quyoshmu zang silib anglayotdi. Yiroqdan jiddiy g'achildab kelgan qadam ovozi podshohxonning yoniga yiqilib kelib to'xtadi. Oxirgi mubin tamom bo'lib dua oxirlashdi. "Aka, yangi bir gap chiqib qoldi", dedi Tillaxon jiddiy holda duodan yinibla. "Shuncha jiddiylashgudek nima ish bo'ldi, ukam?" deb yondirib so'radi podshohxon ufqisiga o'rilib qarab. "Cho'ng ishqi yo'q", dedi Tillaxon beshini langshitib. Tunugun xalq maydoni oldidagi cho'ng yo'lda qor tozlashga chiqqan harbiylarni yuk mashinasi bilan bostirib o'ltirgan qahramonimizni kechidan tutib olibdi. "Nima?" Jiddilashib so'radi podshohxon ufqisining gapidan jiddilashib. "O'lgan ish qanchakan? Tutilg'ini u?" Naq maydonda 47 o'libdi. Eg'ir zaxmlangandan 30 nechisi bor ekan. Bular saqaygan taqdirdimi mangulik meyib bo'lib qolg'udak. Zaxmisi bekli eg'ir ekan. Bu boturimiz yanala shu o'lim elchisi ekan. Yuk mashinasida bostirganda bunchajik odam o'lmaydi-ku. U qandoq bo'lib tutilib qopti? Mashinaga besilg'ini butunlay toshgan. Xolida u mashinaning tagligiga necha metr uzoqdagi uzun lom tumirni to'g'risiga kapsharlab, muqimdigandan keyin mashinani ushqandek haydab, sapda tizlib menayotgan askarlarning kaynidan bostirib minibdi emasmi? Mushu bir bostirishdila hammasi yo'lga yiqilibdi. U bayqushlarning qo'lida gurjak supurgidan boshqa hech qanday narsa yo'q ekan. Uning ustiga shopir ustamning yuragi yetkuchi bor ekan. U buningga qanmay mashinasini kayniga yondirib, yerda paloqlab yotgan askarlarni yana qaytadan bostirib, yerga chingdab niqtib o'tibdi. Qaysi midirilsa mashinaning chaqi shuning ustida turgan o'xshaydi. Ammo bularning boshlig'ida qurol bor ekan. U hushiga kelib mashina chaqi o'zining beshiga kelib bo'lguncha shopirga qartib qalaymaqan o'q uzibdi. Mashina bu itni yonchib o'ltirgan bo'lsa-mu, lekin Xolidaning so'l bilikiga o'q tegibdimish. U aslida naq maydonda bexatar ketgan ekan. Lekin oqshom xubdan vaqtida shahar ichidagi shaxsiy bir doktorning uyiga kirib, belikidagi o'qni ilib o'tishni talab qilgan ekan. Bichora Xolida bek ko'p qansirab ketgachga shu yerda aylanib ketibdi. Doktor sipi o'zi munofiq ekan. U soqchilarga deb qo'yibdi. Bo'lgan ahvol mushu aka. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kela qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.